Ota-bobolarimiz bizga kichik vaqtimizda bir musulmon bo'lishga tegishli va amal qilishga tegishli 40 dona farizni o'rgatgan. Ammo biz buni bugungi kunda avlodlarimizga o'rgatishda sal qarovatimiz. Shuning uchun bugungi o'smirlarimizning ko'pinchisi Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 40 farizni bilamsiz? Nima u? Bir musulmon bilan suhbatimiz bilan bizning bilishga tegishli va amal qilishga tegishli bo'lgan 40 dona ishni ko'rsatdi. Siz buni bilamsiz? Yo'q, bilmayotganman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 40 farizni bilamsiz? Bilmayman. 40 farizni bilamsiz? Bilmayman. 40 fariz har bir musulmon o'g'il qizning bilishi zarur bo'lgan, shundaqla bir kishilik musulmondachiligini ado qilishda hayotining oxirigacha ehtiyojli bo'ladigan 40 dona majburiyatni ko'rsatdi. Shuning uchun tuanda biz 40 farizni birga o'rganib chiqamiz. Iymonda fariz 7. Birinchisi Allohga ishonish, ikkinchisi Allohning farishtalariga ishonish, uchinchisi Allohning kitoblariga ishonish, to'rtinchisi Allohning payg'ambarlariga ishonish, beshinchisi qiyomat kunisining bo'ldiganligiga ishonish, oltinchisi har qanday yaxshilik va yomonlikning Alloh tarafidan bo'ldiganligiga ishonish, yettinchisi o'lgandan keyin qayta tirildiganligimizga ishonish. Yuqorqi 7 farizning birisi kam bo'lib qolsa iymon qabul qilinmaydi. Banoyi musulmonchilikda fariz 5, ya'ni musulmonchilikni ado qilishda 5 fariz bor. Birinchisi Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari va elchisi deb guvohlik aytish. Ikkinchisi namoz o'qish, uchinchisi zakot berish, to'rtinchisi roza tutish, beshinchisi qurib yetganda haj qilish. Yuqorqi 5 ishni ado qilgan vaqtimizda komil musulmon hisoblanamiz. Tahoratda fariz 4. Birinchisi yuzimizni beshimizning tuk oyoqlashqa yerdan boshlab inkimizning osti uch bo'g'ini qo'shib yuvish. Ikkinchisi qo'limizni jenikimiz bilan qo'shib yuvish. Uchinchisi beshimizning 4ning biriga masih qilish, ya'ni qo'limizni ho'llab silash. To'rtinchisi putimizni o'shuqimiz bilan qo'shib yuvish. Yuqorqi 4 ishning birisi kam qolsa tahorat hisoblanmaydi. Tayammumda fariz 4. Birinchisi tayammumni niyat qilish, ikkinchisi pokiz tuproq tepish, uchinchisi pokiz tuproqqa bir qatim urib yuzini silash, to'rtinchisi pokiz tuproqqa yana bir qatim urib qo'lini jeyniki bilan qo'shib silash. G'uslida, ya'ni cho'ng tahoratda fariz 3. Birinchisi og'ziga 3 qatim suv olib g'arg'ara qilish, ikkinchisi burniga 3 qatim suv olib mazmaza qilish, uchinchisi badanning hamma joyini chalib qo'ymay yuvish. Agar g'usl qilganda bir tuk o'rni quruq qolsa, qayta g'usl qilish lozim. 2 rakat namozda 12 fariz bor. 6si namozning sirtida, ya'ni namoz o'qishdan ilgari hozirlashimiz kerak bo'lgan 6 dona fariz. 6si namozning ichida, namozning ichida amal qilishga tegishli bo'lgan 6 dona fariz. Namozning sirtidagi 6 fariz. Birinchisi pokiz suvda tahorat elish, ikkinchisi pokiz kiyim kiyish, uchinchisi pokiz yerda namoz o'qish, to'rtinchisi namozning vaqtini bilish, beshinchisi qiblaga qarash, oltinchisi niyat qilish, ya'ni namozni maqsad qilish. Namozning ichidagi 6 fariz. Birinchisi takbir tahrima, ya'ni boshlash takbirasi, ikkinchisi qiyom, ya'ni o'ri turish, uchinchisi qiroat, ya'ni Qur'on o'qish, to'rtinchisi rukuga berish, beshinchisi sajda qilish, oltinchisi oxirgi tashahhudda o'tirish. Shuning bilan namozga aloqador fariz oyoqlashdi. Ayollarning hayz vaqtini bilish bir fariz va nifas miqdorini bilish bir fariz. Yaxshilikqa buyurish bir fariz, yomonlikdan to'sish bir fariz. Shuning bilan bir kam 40 fariz tamom bo'ldi. Yuqoriqilarning hammani bilish bir fariz.